4-chi qism. Mening ismim Sabohat. Men boshqa nahiyadan. Men Xanzurchi maktabda o'qig'ashqa bek yaxshi so'zlayolmayman. Men Ishkirdagi oliy maktabni bitkizgandan keyin dadamning yaxshi yerga xizmatga o'rinlashtirib qo'yish haqidagi talbiga unamay, o'qiyotgan chig'imdan boshlab planlagan shirkat qurish orzuyimni amalga oshirish uchun tayyorlik qilishga boshladim. Dadam shu nahiyaning hokimi. Ailemizning iqtisodimi yaxshi edi. Ularning yor yurak bo'lishi bilan shirkatni qurdim. İşlerim yürüştü. Ticaretim kengaydi. Pulmu tapdım. Lekin yeşim xeli çoğuyup qalgan bolsa-mı, turmuş işim ko'ngildagidek bo'lmadi. Puli yo'q yigitlar mening o'rnim ham boylig'imdan tap tortib, menga yaqinlasholmaydi. Pulliq yigitlar bo'lsa, taq turqim ko'rimsiz bo'lganligi uchun men bilan to'y qilishni xohlamaydi. Men oxir menga to'y qilmay o'tib ketish niyatiga keldim. Shu chaqlarda men mashina haydashni o'rganish jarayonida Elyor bilan tanishib qoldim. Kutilmaganda u menga to'y qilish talabini qo'yib qoldi. Gap so'z, ish harakatlaridan men uning men bilan maqsadli tanishganligini his qildim. Uning qiziqdig'ini men emas, balki dadamning huquqi bilan mening pulim edi. Men uning to'y talabini rad qildim. Sagak kallam, sezgur ko'zlarim uning menga bo'lgan muomalasining hammasining saxta ekanligini sezib turardi. Lekin u faqat bir qatim talbimga ko'nsangiz, shahar sirtiga chiqib oylanib kelsak, ondan sizni hargiz ovora qilmayman deb turib oldi. U faqat bir qatim oylanib kelsak degashga kallam qiyib chiqibdimi? Osh kun mening baxtsizligimning boshlanishi bo'lib qoldi. Shu kuni mening mashinam bilan shahar sirtiga chiqdik. U har xil sovuq ichimliklarni og'ish chiqqan ekan. Ichibdimi? Mashinada qanday uxlab qolganligimni bilmayman. Aslida u ichimlikka behush qilish dorisi selvatgan ekan. Hushimga kelib bildimki, u iblis meni oyoq osti qilibdi. Dard alamdan o'lmadim. Uning berisi bo'ldim. Uning adibini beray desam, bu ish yeyilib ketsa, dadamning yuzigimi, o'zimning inovatigimi ta'sir etadi. U bo'lsa, sizni yaxshi ko'rganligim uchun shunday qildim deb turib oldi. Oxiri uning bilan to'y qilishga qo'shildim. Lekin uning yanida to'y qilg'idek bir tiyim puli, meni ko'chirib oppag'idek 4 kesak temi yo'q edi. Oxiri hamma chiqimni o'zim qilib, o'yinimni o'zim elib, to'yimni qildim. Dadam uning xizmatini yaxshi yerga o'rinlashtirdi. Uning ota-onasining ahvoli nihoyatda nachar ekan. Ularga ko'p yordam qildik. Urumchida o'qiyotgan singlisining barliq chiqimlarini biz ko'tirib o'qitdik. Bir inisini shirkatimga o'rinlashtirdim. Bir bolalikmi bo'ldi. Turmush deganning mehri issiq degan gap to'g'ri ekan. Uni bara-bara yaxshi ko'rib qoldim. U mendan foydalanib, qaddini ruslab elibla o'zi bilgan sanamga dastlashga boshladi. Mening pulimni xajlab, sirtlarda chiroyli qizlarni kayniga selib yurganligini anglab, azoblandim. Lekin u mening oldimga kelsa, qilganlarining 10dan birini bo'yniga olmaydi. Kuchkilinib yolvuratdi. U mendan ayrilmaydi. Uning yaxshi xizmatni dadam tepib bergan. Mushinchilik turmushga men erishtirgan. Meningdan ayrilsa, qanday qoladiganligi o'ziga ayon edi. Siz bilan burun bankada birga ishlaydigan Xosiyat mening yaqin do'stim bo'ldi. Men uningdan erimning tug'ilgan kuningizga atirgul sovuq qolganligini angladim. Bilamsiz, shu atirgulni aslida men uningga sovg'a qilgan edim. Ishkanlarning tug'ilgan kuni birkan. U men sovg'a qilgan osh atirgulni sizga sovg'a qildi. Buni anglab qanchalik azoblanganligimni bilmaysiz. Xosiyat yana menga sizning bekmi yaxshi eringiz borligini, axloqliq ekanligingizni deb berdi. Men oxiri chidab bo'lmay bankaga berib sizni ko'rib keldim. Men burun Elyorning albomidan suratıngizni ko'rgan. Elyorga rasmdagi qizlar ichida eng chiroyli qiz mushu ekan deb tikanman.
siz rostilla rasmdagi qizlar ichida chiroyli qiz ekansiz. Shuningdan keyin men yoshurun ikkinglarning peydi yurdim. Ochchig'ingiz kelmasin. Ashu narsiydi qizimning baxti uchun men oilamni qo'g'dimasam bo'lmaydi. Lekin menda bara sizga bo'lgan g'azab, ochiq, kundoshlikning o'rnini bir xil hurmat tuyg'usi egalladi. Chunki siz erimning shirin shakar gaplariga erimidingiz. Boshdan oyoq eringizga sodiq bo'lib, o'zingizning haqiqiy sadoqatman ayol ham bir ona ekanligingizni unutmadingiz. Men erimning qilganlaridan azoblansammi, lekin sizdan xush bo'ldim. Sizdan ranjishga nima haddim? Ahmaq, döt ayollarla sababini yerdan izlamay qarshi tarafni ayiblaydi. Ular qarshi tarafni tillab, haqoratlab, rasvosini chiqarib atganda, uningga birinchi bo'lib tasalli beradigan, uning beshini silab qanot ostiga oladigan odamning o'zining eri bo'ladiganligini o'ylamaydi. Mushkullarda bakmi azoblanib yuryapman. Zulbiya, dat to'kkili biror dilkash do'stimmi yo'q? Oxiri sizni ko'nglim xalab keldim. Meni to'g'ri tushuning. Menga ishonganingizga rahmat. Dedim men ko'nglimdagi chigish yo'qab, xeli ichilib qolgan edim. Hamma ayollar sizdek o'ylagan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-da? Shuncha yil bildi o'qib, Elyorning buncha yuzsiz qarniyat ekanligini bilmabdiman. Aslida sizga erishgani uning baxti ekan. Men uningga bayoshat turmush ato qildim. Lekin uningda mening ko'rimsiz chiroyimni ko'rib, go'zal qalbimni ko'ra oladigan ko'zmi yo'q. U endi chiroyli ayoldan birini tepib, o'zining ko'nglidagi bo'shliqni to'ldirmoqchi. Ajrashib ketay desam, qizim dadasiga bak amroq. Elyormo yenimga kelsa, seningdan hargiz ayrilmayman deganni og'zidan tushirmaydi. Ajrashmay desam, uning qo'ynida yetib, uning go'zilim, oppiqim degan joylashlarini anglab yotaman. Ayol kishining mushundaq azobga chidimiga bak taskin. Sabahatning ko'zidan ikki tomchi yosh sirg'ib tushdi. Ko'nglingizni buzma, dedim men. U menga ayolim bilan ajrashib ketdim degashga korim yo'q yuribdimi? Agar uning ayoli bolasi borligini bilgan bo'lsam, saboqdoshlik yuzidan uningga obdan tarbiya qilib qo'yarkanman. Sulbiya, xosiyatdan sizni yomonlaqdikan, ajrashidikan degan gapni angladim. Bu rostmi? Rostlig'i rost. Biroq bu qarorim Elyor bilan munosabatsiz. Mening dardimmi sizdan kam emas. Sabahat nemishqidir, xuddi yaqin do'stimdek ko'nglim uningga mayil bo'lib qiyvatdi. Men uningga erimning qattiq qo'llig'ini, ta'tirligini, erkinligimni cheklaydiganligini so'zlab berdim. Eringiz haqiqiy erkin, dedi u o'ylamagan yerda. Hozir shundaq erlar ozlab ketgachga jamiyat buzilib ketib bordi. Erkinligimni cheklaydi deysiz. Noit shu qator joylarga bog'liq qo'ymabdi. Haroq ishsingiz ochiqlabdi. Chechingizni bo'yig'ili qo'ymabdi. Siz shu erkinliklarning narini orzulaysiz? Biz Uyg'ur ayollarining ko'plagan vaqtimiz, zehniy quvvatimiz, pulimiz ashu tugimas, mazisi yo'q chaylarga sarf bo'linyapti. Biz nimaga erishib, nimalarni yo'qotyapmiz? Ashu restoranlar oldiga botulkani tiklib elib, qiqa suranga jo'ri bo'lib o'tirgan onalardan nimalarni kutgili bo'ladi? Chechimizni siyriq bo'yab, kiyinishimiz yevropachi bo'lib ketgan bilan bizni kim ilg'or deydi? Ashundaq kayib sapaga berilgan turmushning orqasiga nurg'un ichinishlik fojialar yushirmagan. Eringiz to'g'ri o'ylaydi ekan. Men hatto so'rinlarda
ayollarını başlıqını tansığı tartışqa, ularga yaqinlashib, ularning ko'nglini tutishga zo'rlayotgan erlarni ko'rdi. Ayollarni nomusini setishga majburlab, topgan puliga zərlik chekimlik chekadigan erlarni angladi. Eringizning sizni qattiq tutqini, amaliyotda sizni asrag'ini, sizga kuyungini, uning qadriga yeting. Bir obdan oilangizni buzma. Sabahat men bilan uzun mo'dishib chiqib ketdi. U kallamga nurg'unlagan savol, undashlarni qo'yib ketdi. Uning gaplarini o'ylab, uningga qoyil bo'lib qoldi. U erining qalbidagi obrazini butunlay yo'qotib etgan. Yurak istilgamni ustalik bilan Rustam tarafga borib etgan edi. Kechda bolnisdan chiqish uchun tayyorlik qilib olsam, koridordan o'g'limning xushal o'zi ko'tarib maqdi. Men Sabahat akagan bir dasta gulni ko'tarib mashinaga chiqdim. Bir chaqlarda men zindondek bilingan uyimga, xuddi oq otliq shahzodaning mabsiga chiqib, qasrga mangan malikadek baxtiyorlik tuyg'usi ichida yurib ketdim.